Bugun 5-aprel poytaxtimiz Toshkentda Parlamentlararo ittifoqining 150 yillik assambleyasi doirasida Parlament ayol a'zolari forumining 39-sessiyasi bo'lib o'tmoqda. O'zida 181 dan ortiq mamlakatlarni jamlay olgan Parlamentlararo ittifoqda bugun dunyoning turli burchaklaridan 120 dan ortiq parlament a'zolari, yetakchilar va ekspertlar ishtirok etmoqda. Forumda gender tenglikni ilgari surish, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida ayollar ishtirokining kengayishi bosh mavzu qilib olindi. Today is very important forum of women parliamentarians. Bugungi ayol parlamentchilarining forumi juda muhim, chunki parlamentlararo ittifoqda biz baham ko'radigan eng asosiy qadriyatlardan biri bu gender tengligi va gender muvozanatidir. Biz ayollarning ijtimoiy, siyosiy faollikda va huquqiy savodxonligi jihatidan boshqa davlatlarda qanday yaxshilash mumkinligi haqida fikr almashyapmiz. O'z tajribamiz bilan o'rtoqlashyapmiz va albatta vaziyatni yaxshilash yo'lida amaliy harakat qilmoqdamiz. Albatta har doim ham boshqa davlatlardan kelgan ayol parlamentchilar o'z mamlakatlariga qaytgach, ulardagi ahvol darhol yaxshilanadi deb ayta olmaymiz. Lekin ular ko'proq bilim, ko'proq tushuncha bilan qaytadilar. Parlamentlar qanday ishlaydi? Boshqa mamlakatlarda bu borada nimalar qilingan? Qanday qonuniy mexanizmlar mavjudligi haqida bilim olishadi. Masalan, bir oy oldin Meksikada parlamentchilar uchun birinchi forum konferensiyada ishtirok etdik. U yerda siyosatda gender tenglikni qanday joriy etish mumkinligi haqida bahs yuritdik. Meksikada bu tizim mavjud va hozirda u yerda ayol prezident bor. Biz butun dunyoda ayollar faolligini oshirayotganimizdan faxr tuyamiz. Forumda Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Narbayeva so'zga chiqib, O'zbekistonda oilalar mustahkamligi, ayollarning huquqiy himoyasi va gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha yangi tizim milliy model yaratilganligini alohida ta'kidladi. Xususan, O'zbekiston parlamentining 38% ni ayollar tashkil etishi va bu raqamlar orqali biz Osiyoda yetakchilik qilayotganimizni ochiqladi. Shuningdek, O'zbekistonda 205 mingdan ortiq ayollar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgani maqtansa arzigulik bu raqamlarni misol keltirgan Senatimiz raisi aynan ayollar huquqlari masalalarida boshqa mamlakatlar bilan fikr va tajriba almashishga doim tayyor ekanligini ta'kidladi. Ushbu tadbir doirasida muhokama qilinayotgan mavzulardan biri davlatlar o'rtasidagi siyosat va savdo masalasidir. Shuningdek, jahon bo'ylab savdo va siyosatdagi beqaror davrda ham iqtisodiy taraqqiyot davom etishini ta'minlash masalasi muhim o'rin tutmoqda. Men shuningdek o'tgan yili bo'lib o'tgan saylovlar munosabati bilan O'zbekistonni tabriklamoqchiman. Ayniqsa, parlamentda ayollar sonining juda yuqori bo'lishi bu mintaqadagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Parlament a'zolarining deyarli 40% ayollardan iborat. Biz bu yerda parlament spikeri lavozimida ayol kishini ko'ryapmiz. U hozir parlamentlararo ittifoq ayollar forumiga raislik qilmoqda. Bu juda yuqori darajadagi yutuq. Shuningdek, biz mamlakat taraqqiyotini ayniqsa bugungi muhokama qilingan yo'nalishlar bo'yicha qanday yutuqlarga erishganini ko'rib turibmiz. Toshkentda bo'lib o'tayotgan parlamentlararo ittifoq sammiti 9-aprelga qadar davom etadi.